Apple kompaniyasining suv qadoq dizayni trendga chiqib ketdi, lekin bu safar rubrikamizda Samsung kompaniyasi uchun chips qadoq dizayn qilib ko'ramiz. Haqiqatan ham Samsung kompaniyasi chips ishlab chiqarganda qanaqa ko'rinishda bo'lardi? Hozir sizlar bilan birgalikda ko'rib chiqamiz. Albatta, birinchi o'rinda Pringles Edition olamiz, chunki bu ancha premiumroq, qimmatroq ko'rsatadi. Keyin Samsung logotipini chiroyli qilib joylashtirib olamiz. Va dizaynimizga Focus будущего degan so'z qo'shamiz. Bu qo'shimcha zamonaviylikni bildirib turadi. Albatta, qanaqa mahsulotligini bildirib turish uchun chips rasmini qo'shamiz. Mahsulotimizga nom beramiz, Samsung Crunch degan yozuv qo'shamiz. Qo'shimchamizga ozgina ishlov berib, to'g'irlab olamiz. Mahsulotimizning ta'mini bildirib turish uchun Nежный сладкий вкус degan qo'shimcha qo'shamiz yoki Горький вкус deb yozib qo'yamiz. Samsung tomonidan ko'p ishlatiladigan so'zni qo'shib qo'yamiz. Powered by Samsung degan yozuv qo'shamiz. Bu kim tomonidan ishlab chiqarilganligini bildirib turadi. Dizaynimizga ozgina ishlov beramiz, tartibga keltirib, dizaynimizni tayyorlaymiz. Taxminiy dizaynimiz tayyor. Albatta, bunaqa katta kompaniyalar kichkina mahsulotlar ishlab chiqarmaydi. Bugungi rubrikamiz sizlarga yoqqan bo'lsa, like bosishni esdan chiqarmang.